Assalomu alaykum, azizam. Omonmisan? Senga yozgan ilk maktubimni oldingmi? Ha, bugun meni tinglayotgan bo'lsang, demak olgansan. Aslida senga aytadigan gaplarim ko'p, lekin kel bugungi maktubim qabullanish va taslimiyat haqida bo'la qolsin. Ey qalbi ummonim, hayotingni aslo boshqa birining hayoti bilan taqqoslama. Taqqoslash faqat zulmatga yetaklaydi. Zero quyosh ham, oy ham o'z vaqtida nurini taratadi. Bilginki, sen qayerda bo'lishing kerak bo'lsa, ayni o'sha yerdasan. Hech kimdan o'zib ham ketmading, hech kimdan qolib ham ketmading. Ayni senga atalgan yerda turibsan. Alhamdulillah. Senga bitilgan rizq sendan qochib qutula olmaydi. Senga atalmaganiga esa sen quvib yeta olmaysan. Hammasi Allohdan. Shunday ekan, sen yashab turgan hayot sen uchun eng xayrlisi. Alhamdulillah. Bundan boshqacha bo'lishi mumkin edi deb ko'p ham tashvish qilma. Yuraging siqilmasin, qalbing o'ksimasin. Chunki bo'lishi kerak bo'lgan nimaiki bo'lsa, hammasi sodir bo'ldi. O'tmishdagi o'tmishda qoldi. Undan boshqacha bo'lishi mumkin emas edi, chunki u Allohning irodasi edi. Alhamdulillah. Xulosalaringni faqat kelajakda yaxshiroq qaror, yaxshiroq tanlov olish uchun ishlata olasan. Shunday ekan, har bir voqea hodisadan o'zingga kerakli xulosa chiqar va faqat oldinga qarab yurishda davom et. Allohdan yaxshi gumonda bo'l. Sabablarini ushlaysan, nimagadir erishasan, nimadandir quruq qolganday bo'lasan. Hammasi Allohdan, hammasi yaxshilikka, hammasida xayr bor. Ishon, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Toki senda iymon ne'mati bor ekan, mo'min uchun har ishda xayr bordir. Alhamdulillah. Senga yozganlarimni unutma. O'tmishni o'zgartira olmaysan, lekin o'tmishdagi xatolardan to'g'ri xulosa chiqara olasan. Kelajakni oldindan ko'ra olmaysan, lekin imkoniyatingga ko'ra rejalashtirib, sabablarini ushlay olasan. Natijani kontrol qila olmaysan, lekin harakatda bardavom bo'la olasan. Boshqa insonlarning sen haqingda qanday fikrga ega bo'lishini nazorat qila olmaysan, lekin o'zing haqingda sen nima deb o'ylashing o'z qo'lingda. Boshqalarning fikrini hech qachon nazorat qila olmaysan, lekin o'z fikringga ega bo'la olish o'z qo'lingda. O'z fikr-mulohazalaringga, o'y-hayollaringga, og'zingdan chiqayotgan so'zlarga, tana a'zolari bilan sodir bo'ladigan xatti-harakatlarga har qanday daqiqada hokimlik qilish sening qo'lingda. Har qanday makonda, har qanday zamonda, har qanday holatda biz chin ma'noda yashay olishimiz mumkin bo'lgan va o'zgarishimiz mumkin bo'lgan yagona imkoniyat hozir va shu yerda bo'lib qolaveradi. Qayerda bo'lsang ham gullab yashnashingni juda xohlayman. Unutma, biz qalb diyoriga safarga otlandik. Men seni o'sha yerda kutaman.